Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Trumpix sayti haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish kerak, qanaqa qilib level darajalarini ko'tarish kerak, o'shani batafsil sizga aytib o'taman do'stlar. Do'stlar, kanalimga yangi bo'lsangiz, kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bitta iltimos va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar do'stlar. Mana shu sarmoyasiz va sarmoya kiritgan holati pulmonlar bo'lgan ma'lumotlarni sizga video shaklda berib borishga harakat qilaman do'stlar. Hozir bu yerga ismingizni kiritasiz, Gmail kiritasiz, parol kiritasiz, parolni повтор kiritasiz do'stlar va mana bu galочка uspishina bo'ladi. Va mana bu sekin avtomatik bosib saytda ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar va qo'ygan parol va username Gmail'larni screenshot qilib bir chekkaga olib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, Trumpix saytiga kirib oldik do'stlar. Mana shunday har soatda kepcha terib ham olsak bo'ladi, level darajalarini ham ko'tarsak bo'ladi do'stlar. Videoni o'tkazmasa ko'ringlar do'stlar, sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlar ko'p. Hozir sizga klik ilovasida nima deydi, aksiya ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'p, mana saytga keladigan bo'lsak do'stlar, mana har soatda mana shu kepcha terib bemalol olsak bo'ladi. Misol uchun level darajalarini ham oshirsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, mana claim tugmachasini bosamiz do'stlar. Mana har soatda bemalol 0.1 tarafidan olamiz do'stlar. Mana pastda misol uchun bitta tron narxini bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, buni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ekan do'stlar, bitta tron narxi mana shu joyda. Afsonali sayti, buning o'zining 7 ta sayti bor do'stlar. Mana 7 ta sayti ishlamasdan mana shu depozit joyi ham bor. Bemalol pul kiritib ishlasa bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi buning mana level darajalarimiz mana shunday oshib ketaveradi do'stlar. Endi mana 3 ta chizgichani bosadigan bo'lsak do'stlar, bu yerda o'yinlar bor. Misol uchun pul yechish bor. Misol pul yechishni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam sizlarga. Bu endi yangi kirganlar uchun-da, misol uchun ko'plar kanalni oldin ham ro'yxatdan o'tishni ko'rsatganman do'stlar. Hozir misol uchun 15 tron ekan do'stlar. 15 tron. Endi bu yerda misol o'yinlar bor do'stlar. O'yinlarda asosan do'stlar men ruletka o'yinini o'ynayman. Ya'ni ruletka o'yinida level daraja oshirish uchun har soatda ko'proq bonus olish uchun. Bu ruletka qanday o'ynanadi do'stlar? Misol uchun mana shu yerda kichkinadan tikamiz va 1kadan tikamiz. Misol uchun mana misol 1kadan tikadigan bo'lsam, mana 0.005 joyda bo'ladigan mana aka. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Endi misol uchun yutqazmasligim uchun qizilga ham, qoraga ham tikaman. Faqat yashilga tushganda yutqazaman. O'shaning uchun yashilga tushmasi kerak do'stlar. Xo'p, bu bitta proyekt va mana avtoni bosib, mana aylantirishni bosamiz. Mana shuni aylanadi do'stlar mana aka. Yutmayman ham, yutqazmayman ham do'stlar. Faqat bu daraja oshirish uchun do'stlar. Buni to'xtatamiz, tozalaymiz, bekor qilamiz. Xullas, endi qarang. Endi yana bitta proyekt bor. Misol, buni ham 1kadan tikaman. Buni ham 1kadan tikamandan do'stlar. Yashilga ham mana 1dan mana 36 gacha tikaman. Hammasini tikaman do'stlar. Hammasini tikaman va keyin xuddi avto aylantirish qo'yib bosaman. Keyin bitta yana bitta tikangan bor. Mana 19 dan 36 gachani mana shuni bitta bosib, misol uchun 1kani bosib 19 dan mana ko'rsam mana aka. Mana shunday qilsam yutish imkoniyati kattaroq bo'lar ekan. Hozir mana sinab ko'ramiz. Misol uchun mana 2x yutdim mana aka. Do'stlar, ko'rasizmi? 2x yutdim. Xo'p, mana 32 dan 2x yutdim do'stlar. Xo'p, mana shunday qilib agar o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu ham yaxshi taktika ekan do'stlar. Xo'p do'stlar, mana shunday qilib ishlasak bo'ladi do'stlar. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lib qo'ying, layklar bosingizlar do'stlar, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Barchaga omad, kunlar yaxshi o'tsin do'stlar.